Hammaga salom. Ruhiy shifoxonada terapevt sifatida ishlaydigan Roz uzoq vaqt klinikadan chiqmagan edi. Ish vaqtining oxiriga yaqin shoshilinch bemor kelgani aytiladi. Bemorning ismi Laura. Hujjatlariga ko'ra, u bir professorning o'z joniga qasd qilishiga guvoh bo'lgan. Professor Lauraning ko'z o'ngida o'z boshini bolg'a zarbalari bilan ezgan. Laura bu dahshatli voqeaga guvoh bo'lgach, aqliy muvozanatini yo'qotganga o'xshaydi. Roz Laura bilan tanishish uchun uning yoniga kiradi. U juda xavotirli ko'rinadi. U hech kim ko'rmagan bir mavjudot tomonidan ta'qib qilinayotganini va aqldan ozmaganini aytadi. Bu mavjudot ba'zida tanish odam, ba'zida esa umuman tanimagan odam qiyofasiga kiradi. Mavjudotni boshqa odamlardan ajratib turadigan narsa uning jirkanch tabassumidir. Bu mavjudot Lauraga bugun o'lishini aytgan. Roz bularni gallyutsinatsiya deb o'ylaydi. Laura qo'rquvdan yig'laydi. Toki to'satdan qichqirib xonaning chetiga sudralib bormaguncha. U mavjudotning shu yerda, ular turgan xonada ekanligini aytib baqira boshlaydi. Roz telefonda hamshiralarni chaqiradi. Orqasiga o'girilganda Laura qo'lida singan vaza parchasi bilan unga tabassum qilayotgandi. Roz uni tinchlantirishga urinayotganda Laura tabassumini ham buzmay hayotiga yakun yasadi. Bu voqeadan so'ng politsiyachilar Roz bilan suhbatlashadi. Politsiyachilardan biri Rozning sobiq sevgilisi Joel edi. Bu voqeadan qattiq ta'sirlangan Roz politsiyachilarga nima bo'lganini aytib beradi. Keyin uyiga qaytadi. Kechqurun tinchlanish va o'ziga kelish uchun spirtli ichimlik ichadi. Orqasiga o'girilganda uyning bir burchagida Laurani ko'radi. Eshik ovozi eshitilgach cho'chib ketadi. Uning yigiti Trevor ishdan qaytgan edi. Yigit undan ahvolini so'raydi. Yaxshiman deb javob bergach, xonaning burchagiga yana qaraydi. Bu safar hech kim yo'q edi. Ertasi kun ham holati yaxshilanmadi. Roz og'irlashib, o'ychan va xayolparast bo'lib qoldi. Qiyinchilik bilan ishga bordi. Hamkasbidan Lauraning ko'z o'ngida o'z joniga qasd qilgan professorning hujjatlarini so'raydi. Ofisga o'tib, Roz hujjatlarni ko'zdan kechirayotganda telefoni jiringlaydi. Unga singlisi qo'ng'iroq qilmoqda. U bilan gaplashayotganda derazadan tashqariga qaraydi. Shu payt uzoqdan unga qarayotgan Laurani ko'radi. Roz e'tibor bermaslikka harakat qilib koridorga chiqadi. Shu payt uzoq vaqtdan beri davolashga urinayotgan Karlning g'alati tabassum qilayotganini ko'radi. Og'ir depressiyada bo'lgan Karlning tabassumi odatiy emas edi. Roz uni tekshirish uchun yoniga boradi. Karl Rozga o'lishini aytadi. Roz bundan juda ham qo'rqib ketadi. U xavotirga tushadi va darhol shifokorlarni chaqiradi. Doktorlar xonaga kirganda Karl chuqur uyquda edi. Unga nima bo'layotganini tushuna olmaydi. Aftidan Roz Karl bilan birga yana bir gallyutsinatsiyani ko'rgan edi. Karl bilan bo'lgan voqeadan keyin boshlig'i Rozni chaqiradi. Ko'z o'ngida sodir bo'lgan o'z joniga qasd qilish unga yomon ta'sir qilganini aytadi. O'ziga kelishi uchun unga bir hafta ta'til beradi. Roz uyiga qaytadi. Kechasi uyning xavfsizlik signali jiringlab ketadi. Qo'rqib qo'liga qaychi oladi va uyni tekshiradi. Old eshik yopiq edi, ammo orqa eshik ochiq ekanligini ko'radi. Signal xavfsizlik kompaniyasining qo'ng'iroq qilishiga sabab bo'ladi. Roz telefonni ko'taradi. Xavfsizlik operatori undan hol-ahvolini so'raydi. Keyin g'alati tarzda orqasiga qarashni aytadi. Shu payt telefon yana jiringlaydi. Aslida Roz telefon bilan gaplashmagan edi. Biroz o'tgach yigiti uyga keladi. Undan yana ahvoli qanday ekanligini so'raydi. Roz hammasi joyida ekanligini aytadi. Ammo juda yaxshi ko'rgan mushugini topa olmadi. O'sha kechasi Roz uxlay olmaydi. Laura bilan bo'lgan suhbatning ovoz yozuvini tinglaydi. Laura qichqirishidan oldin bir shivirlash eshitilgan edi. Ovozni baland qilib tinglaganda o'z ismini eshitadi. To'satdan yonida paydo bo'lgan mavjudot Rozni qattiq qo'rqitadi. U qo'lga pichoq olib o'zini himoya qilishga urinadi. Shovqinni eshitib yordamga yigiti Trevor yetib keladi. Roz ko'rinmas mavjudotga hujum qilayotgandi. U bir zumda bularning barchasidan va gallyutsinatsiyalardan xalos bo'lishni xohlaydi. Shu sababli psixolog Madelin bilan uchrashadi. Madelin Roz bilan ko'proq shug'ullanish kerakligini aytadi. Roz endi hayotini davom ettirishga qaror qiladi. U jiyanining tug'ilgan kuniga boradi. Bayramda Rozning tug'ilgan kun sovg'asini berish navbati keladi. Jiyani sovg'a qutisini ochadi. Uning ichidan esa Rozning o'lgan mushugi chiqadi. Roz mushugini quchoqlaydi. U yig'lab buni o'zi qilmaganini boshqalarga tushuntirishga urinadi. Shu payt mehmonlardan biri unga tabassum qilayotganini sezadi.
Ertasi kuni Laura ko'z o'ngida o'z joniga qasd qilgan professorning uyiga tashrif buyuradi. Professor o'lishidan oldin o'nlab tabassumli figuralar chizgan edi. Eng qiziqarlisi, professor ham Laura kabi bir ayolning o'z joniga qasd qilishiga guvoh bo'lgan edi. Shu payt Rozda bir nazariya paydo bo'ladi. Ammo avval sobiq sevgilisi Joelning oldiga borishi kerak. Ular politsiyaning ma'lumotlar bazasidan professor ko'z o'ngida o'z joniga qasd qilgan odamni topadilar. Bu odam ham Laura va professor kabi boshqa bir odamning o'z joniga qasd qilishiga guvoh bo'lgan. Roz Joelning oldidan ketadi. Kechqurun undan yana qo'ng'iroq bo'ladi. U aytadiki, 20 ta turli o'z joniga qasd qilish voqeasidan 19 tasi bir-biri bilan o'xshash tarzda bog'liq. Har biri o'z joniga qasd qilishdan oldin boshqa bir o'z joniga qasd qilishga guvoh bo'lgan. Bir odam ushlangan, ammo u hozir qamoqda. Roz Joelga u bilan uchrashuv tashkil qilishni iltimos qiladi. Hammadan farqli o'laroq Joel unga ishonadi. Hayotiga nuqta qo'ygan 19 kishi bu voqealarni bir hafta ichida boshdan kechirgan. Rozda esa 4-kun bo'lgani uchun qo'rquvi ortib borardi. Qamoqdagi odam bilan uchrashuv tashkil qilinadi. Roz undan qanday qilib tirik qolganini so'raydi. Bir odamning o'z joniga qasd qilishiga guvoh bo'lish og'ir travmaga sabab bo'lardi. Mavjudot shu yo'l bilan boshqa odamga o'tardi. Uning fikricha, bu aylanishni buzishning yagona yo'li o'zi qilganidek bittasini o'ldirib, boshqa birining voqeaga guvoh bo'lishidir. Shu tariqa mavjudot guvoh bo'lgan odamga o'tadi. Suhbatdan keyin Joel bilan qaytayotganda hech kimni o'ldira olmasligiga qaror qiladi. Uyiga borib boshqa yo'l topishga harakat qiladi. Xayolidagi reja bilan Roz bolaligi o'tgan uyga yo'l oladi. Mavjudotning boshqasiga o'tishi uchun Rozning oldida kimdir o'z joniga qasd qilishi kerak edi. Shuning uchun hech kim bo'lmagan joyda qolsa, bu aylanish buzilishi mumkin edi. Yo'lda Joelga qo'ng'iroq qiladi. Rejasi borligini va uni qidirmasligini aytadi. Menga ishonishing kerak deb aytadi. Uyga yetgach, tashqariga chiqmaslik uchun barcha derazalarni yopadi. Yotoqxonadan o'lgan onasining yig'layotgan ovozini eshitadi. Xonaga borayotganda bu gallyutsinatsiya ekanligini biladi. Onasi qiyofasidagi mavjudot Rozga tabassum qiladi. Roz xonadan chiqib ketgach, mavjudot o'zining asl shakliga kiradi. Boshqa xonaga kelganda mavjudot uning orqasida paydo bo'ladi. U Rozni bo'g'a boshlaydi. Roz bularning barchasi uning ongida sodir bo'layotganini tushunadi. Qo'rquvni bosib qo'lidagi fonar bilan mavjudotni uradi. Mavjudot yonib ketadi, ammo uy ham yonmoqda edi. Tashqarida turib uyning yonishini kuzatadi. Yengil tortgan Roz ertalab shaharga qaytadi. Joeldan uzr so'raydi va yoniga boradi. Joel unga katta tabassum bilan javob beradi. Qo'rqqan Roz uydan tashqariga chiqadi. Aslida u hech qachon shaharga bormaganini, hali ham eski uyda ekanligini tushunadi. Boshdan kechirganlari yolg'on edi. Aynan shu payt haqiqiy Joel uning yoniga keladi. Roz uyga qochib kiradi. Joel unga yordam bera olishini aytib, eshikni ochishini so'raydi. Shu payt mavjudot Rozni to'liq egallab oladi. Joel eshikni sindirib uyga kiradi. U Rozni ko'radi. Uning qo'lida yonuvchi modda bor edi. Yuzida esa katta tabassum. Roz gugurtni yoqadi va Joel hamma narsaga guvoh bo'ladi. Shunday qilib film nihoyasiga yetdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Agar Joel kelmaganida Rozning rejasi amalga osharmidi? Kanalga obuna bo'lish va like esdan chiqmasin.